Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolu izlanish programmamizning 26 soniga xo'sh keldinglar. Bugun biz to'lim sharaf bilan va iftixor bilan sobiq Cumhur Rais G'ulom Osmon efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga xo'sh keldingiz. Hoş bulduk. Hammanlarga Allah'ın salamları olsun. Rahmet. Bugün biz İlham To'g'riliq akademik yolg'on va g'ulchi qirg'inchilik to'g'risida suhbat olib boramiz. Oldi bilan biz ayt qiladigan namoyishninki bir e'lonni berib o'taylik. Amerikada aytdi biz 1997-yili 2-oyning 5-kuni yuz bergan g'ulchi qirg'inchiligining 27-yilligini xotirlash faoliyatiga qatnashing. Bu e'lonni berilgani. Hamda Amerika parlamentini Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga ve Amerika Devlet İşleri Meclisi kanun çıkarıp Şarkı Türkistan meseleleriga mas'ul alaydı xodimni tayinlashni chaqirmasligini uqtirish. Buni biz 2024-yil 5-fevral, erta yani dushanba kuni soat 2dan 3:30gacha Amerika Devlet Meclisi oldida olib boramiz. Amerikadagi barliq qarindoshlarga qatnashishni umid qilamiz. Endi hammamiz bilamiz, G'ulom Osmon efendim izchil Şarkı Türkistan'daki vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilib kelyotdi. Kitap yazib bizning ideologiyamizni yoritib berdi. Siyosiy ong ideya, istixborot, xalqaro munosabat va diplomatiya to'g'riliq keng ko'lamli tarbiya berib kelyotdi. Hamda G'ulom Osmon efendim hukumatdan chekingandan keyin texim aldirib ketdi. Boshqa odamlarga o'xshash og'rib qolmadi. Hükümet qarşı çıkmadı. Her haftada birden video işleşten sırt orlarda makalim ilan qilib öz kesbi bo'lgan adabiyot ustida mu to'r suhbatlar ilib beryapti, video ishlatdi. Hamda G'ulom Osmon efendimdan boshqalarni farqli qo'ygan bu hukumatdan chekingandan keyingi hayotini so'rab baqsaq. Siz nima qilyapsiz yaqindan beri? Şu tikip söket degandek atalaştırıp o'ttirdik. Hükümetten ayrılış bana bir bekarchilik mu ekanmidi? Fakat mas'uliyatning yükünün izishidan azat oldum biraz. Yenikligandek oldum. Pensiyaga chiqishim mansabdan fakat mustaqillik ko'rishidan pensiyaga chiqish bo'lmaydi taki nafas to'xtamaguncha. Shuni milliy burch, mo'minlik burchi yana bir narsalarni qilishga undab turadi. Aslida men burunlarda yozilib tashlab qo'ygan bir muncha kitoblar bor edi. Bir boshdan retlab nashrga tayyorlaman deb o'ylagan. Ammo bu yazıqchilikning sirlarini biladiganlarga ma'lum. Ba'zida odamning yozg'isi kelmay qoladigan bir ish bor. Yozish xo'sh yoqmaydigan. Vaqt bor turibmi? Unda vaqtda zo'riqib yozgan olmaydi. Zo'riqib yozgan narsa shu kitapxonnimi o'xshash zeriktiradigan bo'lib qoladi. Shunda xo'sh yoqmaganda kitob o'qiyapman. Kitob o'qib yana bu izlanishni davom qilyapman. Yarim asrdan oshdi men bu ko'chada. Shu 16 yoshdan oshganda Xitoyga qarshi tashkilot qurish urinişi bilen başlangan bu resmi. Şu peti izlanavatımın hem de bu izlenişlerimden bazıda hiç paydası olmayavatkanlıqıga bek içineme. Endi biraz torkizime, endi kino görüşme küllük meşgulatlarımdan birisi menin aşıma Türkçe'de saplantı deb qo'ydim. Bu kinoga bir saplantı, bir xil xumardek bir qiliqim bor, bek amroqni
Yaxshi kinoni tanıştırıp bersangiz. Endi urush kinolari deganimizda aman men ilqi siyosiy arzuyum yurikimni büsbütün işgal qilgan siyosiy arzuyumda bir urush bo'lgan bo'lsa, urushga qatnashib, shu urushda o'lib ketsam, Xitoydan bir 5-6 etib, enin yağı deydigan arzuyum bo'ladi. O sebepten bu urush kinolarga bek amraqman. Onundan ögündiğen nurgun näsi var? Ögüneyli degen adam her işten, her uçurgandan bir ders çıkıra alaydı. Endi tor kezish jarayonida doimli xalqimizning iddiviy holati fikr qilish usuliga qarab ümidsizlanib ketaman aslında. Uzun yillar avval Ferhat Tursun xalqimizda vabodek yamrayotgan iddiviy vakuumlikni bayqab maqola yozib ekan. Shu maqolalar to'plamini o'qigan bo'lsanglar, boshida iddiviy vakuumlik degan bir maqola bor. Endi ko'ryapmizki, bu vakuumlik tafakkur vakuumligi, fikr vakuumligi desakmi bo'ladi, buni ajoyib ig'ir ekan bu. Tepekkürdeki uğurluk düşman teşvikat için rasa oğumu olgan defterdi. Oğumunu bilesiler. Molusul. Bu halda düşman çokum molusulağı dep korkum kiledir aslında. Hele tüzük de pişenge adamlarımı ciddi işler hakkında çak tutumu buluşu, ciddiyet duygusunun yokluğu bekme korkunçluk. Kala Xitaylarning şekillendirişinden yüzünü kutquzanmaganlarning köp sallık ekanligi bir paket. Bu paket korkunçluk oluş bilen düşüngenlerini ümitsizlendirdiğen bir amil bu. Hiç nesi çıkmaydigan, hiç nesini kirek kılmaydigan, galati bir gädenkeşlikni bayqagan çığımda şu yerim esirlik izlenişlerimnin bikak etadiganligini mölçerleymi. Endi xalqning ahvoli bu bo'lgandan keyin uni cho'qim hazm qilinmaydi ekanda, o mening izlenip ve minglagan chechakdan to'plagan o besh qatra asalni o tetiyanmaydi ekan. Yani. Her bir Uyg'ur aldirashgan qarasan, her bir Uyg'ur qo'lidan kelish tirishayotgan yoki tirishayotganlik zanniga taqilib qolgan bir vaziyatmi? Bu xil aqli inflasiya, yani paxallik, pul paxalligi deydigan bir paxallik var-ku. Shunda bir paxallik ekanda, fikr paxalligi, arzon kasat deb qo'yamiz Uyg'urchada. İki xil kasat var. Bunu inflasyon, yani inflasyon demde, disflasyon demde, yani bisini. Uyg'urchada arzon kasat, qimmat kasat deydigan iki xil kasatlik var. Endi bu bir arzon kasatlik ekan. Arzon bo'lmasa, ammo oladigan adam yo'q. Yani setib olish kuchi yo'q degan gap. Amında bir vaziyet yaratganligini ko'raman. Kitap o'qigach, kino ko'rgach, fikr yurgizishni yaxshi ko'raman. Kino ko'rayotgan vaqtida men bir tarafdan fikr qilaman. Normalda men ishni bir vaqtda qiladigan qiliqim bor ko'p chog'da, hatto ishni 2-3 kitobni tang boshlab qo'yadigan ishim bor. Hali buni o'qiydigan. Shu yosh vaqtlarimda bir top dostamni öyle yig'ib edip, ulu mayanda varançının bilan kart oynab bir nima qilibdi. Men mayanda o'tirib, uning ancha-muncha gap qatqach, ulu bilan paranglashgach yozatdim. Bu mening funksiyasini taraqqiy qildirishga foydali deb anglaydim biriladi men endi. Şunu men kino ko'rayotgandimmi fikr qilaman. Bir tarafdan kitap o'qiyotgandimmi. Masalan, kino ko'rayotganda urushayotgan bir taraf Xitoylar bo'ladi mening
kallamda. Bir taraf meni öz içige algan Şarkı Türkistanlıklar oldu. Mış tasavvurga şunğan halda körüme ve köretkiçe oylayman ki kino hikaye kılınıp atkan şu biz tarafının japaları, mağlubiyetleri, kıyın taşkı şartlar ve paydasız içki şartlarda eğer rastılı biz olgan bolsak aşıla. Qanday qilatdiq degan şekilde seliştirme qilib oylayman. Endi bilasizlar bizning milliy xosligimiz, milliy xarakterimizni, chidamasligimiz, qizg'inligimizning bakmi turaqsiz va qisqa umrlik bo'lishi, asonla to'yab ketadiganligimiz, asonla burilib ketishlarimiz tushunarlik darajada bo'lib chiqadi. Mevcutluğumuz hakkında ciddi astoydil fikir qilayotganlarning yo'qligi hala Xitoylar içimizge terib etgan tarafbozliklar bilan baho bichishlarimiz ish qilib kalladan ketmaslik sebep yok bir hayat sürüvatemerastin desem. Buna yaşayanchilik deb qo'yayım. Bu yürek yig'i bo'ladigan ishlar. Rahmat. Sizden biz vatan sevdası, vatan iştiyaqını ko'rdik. Biz temaga rasmiy kirayli. Yaqında Facebook'ta Erkin Asiya Radyosu'na işleyen Profesör Alimcan Inayet İlham To'xti Uyg'urlarga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'qligini ko'rsatib bergan haqiqiy milliy qahramonimiz degan xabarga qarata akademik yolg'on deb bir kichik maqol chiqardingiz. Bunun Uyg'urlar arasında inkas cho'ng bo'lib, g'ulg'ul qo'zg'adi. İlham To'xti bilan siz bir yurtlik ekansiz. Bir o'stangning suyini ichgan, bir yurtlik bo'lish sifatida İlham To'xti haqida tanishingizni deb baqsangiz. Bu İlham To'xti bizning sho'rug'liq ekan bu. Buni keyinroq uqdim. O biz vatandagi chag'ilda bek uqilmagan bo'lg'achqa kögellikim isimdimi yok. Bu gapga mundaq keleyli. Bu İlham To'xtini mashhur qilish bir proje bo'lsa kerak deb o'ylaydim men burun. Deslaplarda. Bu qachon boshlandi? 2008'lerde başlandı mı aytavur. Şu chag'ilda Fransiyaya kelib ketishlar bo'lgan İlham To'xtining. Bu kelib ketishlarning har qitimida radio buni xabar qilgan, ziyorat qilgan. Şu onda bildim endim bu kishini. Burun etin anlagan yüzünü görmegen ama ondan bir meşhur adamlikini bilmeydim. Bu radio xabar qilgandan keyin oy bu hali bizning sho'rug'liq shu deb. Bu anlasam doçent etken, ixtisosshunos deb anladım. Xitoy Cumhuriyetining 5 yillik planini yezishga qatnashibdimiş. Ve bu 5 yıllık plan terkibide Şarkı Türkistan kısmını yazıptırmış degenlerin anlığınımda tabii yosunda bir yutluk ulaş süftüdü pəxirlendim. Burun hanımı Müşelki Cevher degen kızının anısı benim kol verip aksınılı oluşkan bir tukunumda. Bir mahallik onu bilemen şu ödük çağdım tat bilemen. Hanımı bilen men dastlabki Kanadaga yeni kelgan yillarda telefon söz görüşüp turibdim endi biz aksiyonga ulaşgan bo'lgandikan. Şu chaqda onun o İlham To'xti bilan to'y qilganligini uqib onu sordum, o mevcutluq olgandikan, ben salamlashib qo'yay desem onu Pakistan'a bir yillik xizmat bilan ketdi degandek yodimda, shu 2002'lerde. Endi keyin ajrashib ketibdi. Endi bu yurtliqim chet ellarda tonilishga boshlaganda
tabiiy holda uning muvaffaqiyatlariga haqdorlik tuyg'umning uyg'onishi rost. Har qanday bir Uyg'urda, har qanday boshqa odamda bo'ladigan bir tuyg'u bu. Shu chaqilda Vatanim ismli bir torbet paydo bo'ldi tuyuqsizlar. Ve qanday tuyuqsiz paydo bo'lgan bo'lsa, shunda tuyuqsiz bek bozor topdi bu torbet. Bu torbetning aqsdagi mablag' sag'utchi Mamtimin Hazratmiş. Germaniyada birisiga maaş verib, boshqurg'uchi qilib chiqargan bir torbet ekan. Bu Mamtimin Hazrat Azat degan ismda ko'p maqolalarni yozatdi bu torbetga. İlham To'xtini mashhur qilishni o'ziga vazifa qilgandek bir holi bor edi bu torbet va Mamtimin Hazratning. Keyin radiodan surishti qilsam, bu hali keyingi ish. Radiog'imi Mamtimin Hazrat bildiribdi ekan. Bo'lmasa uni bir Fransiyaga mundaq bir katta adam chiqdi deganni ular nereden biladi? Fransiyaga keldi, ziyorat qilsanglar deb tavsiyada bo'libdi ekan. Va buningga binoan Gulchehra xonim bu ishni ustiga olibdimish. Bu Gulchehra xonimmi mashhur xabarchilardan biri. Menga tonish radioning ankonlardan bo'lib, radioda yillarcha ishlab yurgandan keyin oilasi orqasidan chiqqan bir xonim. Bu munosabatlar menga qiziq tuyuldi. Vatanim to'rida doimli Ilham To'xtining mashhur to'rbeti Uyg'ur bizning gibi bo'ladi. Uyg'ur biz deydigan bir to'rbeti bor Ilham To'xtining. Weivor Zeyshan deydi Xitoychisini Uyg'urlar torda deb ataladi Xitoychisi. Asosli Xitoycha edi bu torbet. Uning munbar qismi Uyg'urcha edi. Şuna bir gün bu torbetga qarab baqqım keldi. Qaradım, Uyg'urcha munbarbetiga qaradim tabii. Xitoycha qaramay. Qaradim da hayron qoldim. Eyvallah. Hozir bu Xitoylar haqiqiy demokratiyaga keçdimi nima deb o'yladim. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, endi chet elda turishimizning hojati qolmaydi. Vatanga qaytib shu yerda tashviqot qilsak, texmi yaxshi bo'ladi. Çünkü bu İlham To'xtining torbetiga har qanday maqola yo'llanaverdi ekan. Radioninki qurultay va Rabiya xonimning faoliyatlariga aloqador xabarlari, Vatanim torbetiga yo'llangan Mamtimin Hazratning ozod taxalluslik maqolalari, bizning mushalqi mashhur Mehmet To'xtining maqolalari, ish qilib ashkari Sharq Turkiston deyildigan Xitoy deyiladigan yozmalarning jimisi borki. İlham To'xtining betida. Buni ko'rganda kim o'ylamaydi? Xitoyning bu darajada fikr erkinligini qo'yib etganligini. Ya taladagi qaqshashilninki şey 80% bekal bo'ladi bunda. Qaqshimisi bo'ladigan bo'ladi. Bu demokratiya chiqashgan bo'lsa. Bu chaqlarda Vatanim to'rida ozod taxallusi bilan maqola e'lon qiladigan Mamtimin Hazrat yana bir maqolada o'zini oshkorladi. Ozod degan kim? deb. Ajnaraq bir mavzuda. Bu bichora adam taxallus bilan qilgan barliq buyuk xizmatlarini o'zi bayon qildi bu maqolasida va o'zi baholab, o'zi muayyanlashtirdi. Ya'ni go'yo kishilar bu Ozod degan kimdi? Ajab cho'ng ishlarni qilib etdi bu kishi. Allah ko'kdan bir farishta tushidimi yo o'm chiqib qolgan aramizga kelib qoldimi degandek qiziqishlar palak yetib, buning sirini topolmay halak bo'lib ketgandek zan etib o'zicha o'zini oshkorlab nega tava qilishini bilmayotgan hali hayronlik va hali cho'qinishlarga opirin rahmatlarga darhol to'g'ri adres ko'rsatishga oldirdi edi. Bu kishilar doim o'zini aytganmandek bir sahnada ko'rishavsida bo'lib, parad qabul qiladigan sahnada turib, qo'l bilan eshitish rasmanligi va bir odam bu. Pastki milyonlagan ammaga. O o'zini oshkorlagandan keyinmi
Manfiy munosabat ekanligini oshkorlagandan keyinmi? Haligi Azad deganni. Xitoyning terrorchi tizimlikidagi bu shaxsning maqolalari İlham To'xtaning torbitida mavjud bo'laveradi. Bilasizlar, 5-iyuldan keyinla birmuncha Uyg'urcha torbat qurg'uvchilari qo'lga olinib torbatlari taqalganligini bilasizlar. Ularninkida hech qanday oshqun darajadagi mazmunlar yo'q edi. Sharq Turkistonda demaydi ular. Xitoy demaydi ular. Mustaqillik yoki Xitoyning zulmlari falan po'kinni demaydi. Shunda bo'lsin ul qo'lga olindi. Taqaldi torbatlari. Shundaqmi? Buni hammaning xabari bor. Yo'qlan gumon bilan qo'lga olindi, ammo bu İlham To'xtaninkida har narsa shu chaqildi. Endi bu vatanim torbitimi bek katta bir torbat oldu. Xuddi bir sərga yaqin ko'ringan cho'lpandek pallada bir ko'rinibla tez arada yo'qoldi torbat. Bu jarayonda butkul 5-iyul qatliamining rasmlarini, xabarlarini mush torbat e'lon qildi. Bu nihoyat qiziq bir muammo. Bu aşa Uyg'ur biz degan İlham To'xtaning biti bilan ağaç singildek bilimingan torbatliydi. Mening ishimni bir qurib yeyishga boshladi. Bir o'yin sahnalanmoqda edi. Bir o'yin. Bu zodi qanday bir o'yindi deganni o'ylab qoldim. Barliq Uyg'urlar uchun bir doya tiklab berish o'yini ekanligi ko'nglimdan kechish bilan vatandagilardan o chog'da torbat aloqamiz bor. Vatandagilardan İlham To'xtaning torbatini ochib ko'rib baqqanlar bormi, yo'qmi shuni surishtirdi. Hatto ba'zilariga maxsus zakaz qilib sen ko'rib baq, ichib baq dedim. Vatanda echilmaydi ki bu torbat. Demak, vatanda echilmaydigan bir torbatda o'yin o'ynalayotgan bo'lsa, demak o'yinning ob'ekti vatan sirtidagi Uyg'urlar ekan deb hukm qilishga bo'ladi. Bu hukmdan keyin men bir maqola yozdim. Vatanimda nima o'yin? Mavzuliq bir maqola. Vatanim degan ilq torbat. Vatanimda nima o'yin deb mavzu qo'ydim unga. Ammo keyin e'lon qilish oldida mavzusini ikkinchi avlod dohimiz kim bo'lar deb o'zgartdim. O'zimning torbatida e'lon qilgandim. Aranglarda ko'rganlar bor. Bu maqola yana bir maqol to'plamiga kirgizildi. Ko'rmaganlar kelgusida shu Shüp nomli kitob chiqqanda ko'rsizlar. Bu İlham To'xta kim o'zi? Aksi Erkin To'xta Qizilsu oblastlik Saqchi idorasining muavin boshlig'i bo'lgan bir yurtdoshimiz. İlham To'xta u yerda inqilobni qilib qizitib yurgan ahvoldimi aksining xizmatiga ta'sir etmaglik. Endi bu Xitoy hükümranlık şaraitida kam ko'riladigan bir ahvol bu. 73'tini aniqlaydi Xitoy qanday muhim xizmatlardagi odamning, ammo taqashmaydi. Bu kishi, bu yurtdoshimiz to'g'ri niyatli kishi bo'lib, haqiqiy avtonomiya talab qilish bilan ketgan bo'lsa, yanalar qahramon deyishga bo'laveradi. Başka gap so'z yo'qmisa. Chunki Xitoy hukmronlik ostida bir og'iz rost gap uchunmi kalla ketadiganligini bilamiz. Hammalarga ayon. Bunday sharoitda haqiqiy avtonomiya talab qilishmi jasorat talab qiladigan ish. Shug'unisi bizning bu jasoratga opirin aytishimizni cheklayotgan bir necha masala bor bu yerda. Biri halqi raisinash. Bunun belki bazılarında torbatini chiqarib qo'ygan deb sal qarashi mumkin. Har qanday qapoqlash odammi
bu raysinashdan kelib chiqadigan natijani faraz qila oladi. Vatan ichida, ya'ni Xitoyning hukmronligi ostida elib berilgan bir raysinashning qanday natija beradiganligini hammaylar faraz qila olamiz. Hech kim rost gapni qilolmaydigan bo'lsa, cho'qim mutlaq ko'p qismi Xitoydan ayrilmaydigan bo'lib chiqadi-da. Buni İlham To'xta bilmay qolmaydi. Bir ziyoli ulaştı, dost senin kishi buni bilmay qolmaydi, qanday natija berishini. Bilib turib, natijasi tufayli dunyo jamoatchiligi oldida biz uchun foydasiz qarashlarni shakllantiradigan bunday bir hujjatni paydo qilish jinoyatga barobardir. Biz bu raysinash paydo qilgan foydasiz tunishlarning ziynini bundan keyin tatimiz, xeyli zaman tatimiz. Chunki chet elliklar Xitoy hukmronligida turib qilingan bu raysinashning to'g'ri natijaga ep bo'lmaydiganligini qilchim xiyoliga keltirmaydi. Chatoqi yo'q buni. Natijani ko'rdi, bunday deb kallaga u qachildi. Yana biri İlham To'xta Xitoylarning heliqi o'yinida 2008-2009-10lardagi vatanim İlham To'xtaning Uyg'ur biz to'rbetining ochisining birlikda o'ynagan o'yinda bilib rol oldimi, bilmay rol oldimi? Nima uchun mushundaq bir o'yinga vosita bo'ldi? Bu taraflarni o'ylamay bo'lmaydi. Yani bilip rol algan bo'lsa, heliqidek Fransiyaga kelib ketib turishlardan birisida ketmay turib olgan bo'ladi. Andan bizga doy bo'ladi. Menimcha Xitoyning bu o'yini buzilib ketdi. Asli ajinda dangliq qilib turib, keyin andan chet elga chiqqan bir fursatlar siyosiy iltijo qilib ketmaydigan bo'lib turib qalsa, endi bizga doy bo'ladi emasmi? Lekin bu o'yin buzilib ketdi. Shuni aniq deb qo'yay, mening maqolam bilan o'yin buzildi. Bu o'yinni buzdim men shu yerda. Yani ikkinchi avlod doyimiz kim bo'ladi degan maqoladiki, ikkinchi avlod doyi o'tdi. Uni Xitoy hozirlayotgan. Şunun bilan İlham To'xta uyda taqib qilinibdi yey, atish qibog'ili qo'ymabdi yey degandek mashhurlashtirish hikoyalari tarqalishga boshladi. Keyin qo'lga ilinganlik xabari keldi. Balkim o'yin buzilganligi uchun uning yuzini yuyib rasmiy qahramonga aylantirish uchun bu qo'lga ilinish o'yini o'ynalgan bo'lishi mumkin. Rost turmadimi? Bir nima deyishdas. Qilmishlari alayda gumonliq bo'lgan bu kishini endi mustaqillik jangchisi qilib ko'tarib chiqish, heliq tashlanib qolgan projeni qaytadan boshlatishmi qanday? Bu tarafini o'ylab ko'rmay bo'lmaydi. Chunki ko'rislar qizining yozgan kitobini ko'rib baxsanglar bo'ladi va İlham To'xta haqida boshqa chet elliklarning bergan baholarini ko'rsanglar bo'ladi. İlham To'xtaning mustaqillik bilan hech aloqasi yo'q bir odam. Hech aloqasi yo'q. Aksincha intayin o'chmanlik qilgan o mustaqilchilarga. Mana bu mening tushunchamdagi İlham To'xta. Rahmat. Yamanchi jipishlarni berdingiz. Biz hammalarning mashina o'yinib yiqishni, tafakkur qilib yiqishni o'ylaymiz. Uningdan sirt bizningki Salih Xudoxiyar tashqi ishlar ministrimiz yaqinda bu to'g'riliq X'da maqola e'lon qilib, shu İlham To'xtaninki qat'iy mustaqillik demaydiganligini isbotlarini ko'rsatib berdi. Hammalarning o'qib chiqishini umid qilamiz. Agar fakt lozim bo'lsa, hatto chet ellik bo'lgan Tibetni tadqiq qilgan Tibet ishlarini tadqiq qilgan professor Elliot Sperling degan odammi o'zining maqolasida
İlham To'xti assalliq, mustaqillik demaydigan Uyg'ur, uning mustaqillik tashkilotlari bilan hech aloqasi yo'q deb hukm chiqargan ekan. Ondan keyin yana bir nuqtani o'ylab baxsak, İlham To'xtininki ko'tarilishida İlham To'xtining oilasiga qaraydigan, uningki tashviqotini qilgan nurg'un Xitoylarimiz bor. Acaba mush Xitoylarimizmi Uyg'urlarning mustaqilligini deb İlham To'xtiga yordam berayotganmidi? Yaxshi o'ylanib boqaylik. Hamda mustaqillik bilan avtonomiyaning hozir hamda bu radioning xabar chiqarib bir avtonomiya ichida mustaqilchi deb chiqadi, hamda bu yerda xijillik yo'q ekan. Mustaqillik bilan avtonomiyaning zodi chiqishadigan nuqtasi bormi? Nima vajidan ba'zilar avtonomiyachilarga qonidek chaplashib, ularni mustaqillik jangchisi qilib ko'rsatishni yanmaydi. Bayma ozroq javob berdingiz bunga. Mushtin bir yana bir sharhlab o'tgan bo'lsangiz, nima vajidan bu bu bek aniq gap, endi buni deb o'tag'idek yerimi yo'q bir ish, o't bilan suvdekli qarama-qarshi bir ish bu. Biri madaniy ma'noda qul bo'lishni davom qilish degan gap. Ya'ni qulluqqa rozi bo'lish degan gap. Yana biri har qanday shakldagi bo'yinturuqlarni rad qilish degan gap. To'g'ri. Bu mushu darajada farqli bir hukm. Bugungi kunga kelib İlham To'xti mustaqillik jangchisi qilinganligiga qarab, İlham To'xtini doir qilib tiklash projesi yana davom qilyapamdikin deb o'ylayapman dedim-ku bayonki gapning oxirida. Uning nupuzini o'stirib, hech kim qarshi chiqolmaydigan darajaga yetgandan keyin xuddi Rabiya Qodirni demokratik davlatlarning besamag'ichi demay turmadan chiqarib Amerika elchixonasiga ekkilib topshirgandek, bunimi bir yerning elchixonasiga topshirib bersa, g'ozi bo'lib aramizga qaytib kelsa, doimiz bo'lib qarab o'tirdigandek. Bu ulug'lashlarning orqasidagi maqsad mushundaqroq bo'lishi ehtimol. Yoki bizni ideologiyalik nuqtadan xatolashtirish. Mustaqillik deyishir ekansan, avtonomiya talab qiladigan birisini ma'bud qilib berishding'u, qanday aylanbash haqsan deydigan bir satchilik qoldirish. Dört bir kimlikni ko'rsatish. Nima deyotganini, nima qilayotganini bilib qilmaydigan vaqtlarda ko'rsatib, nazardan tushirish. Mustaqillik arzumizni kulkiga, masxara obyektiga aylantirish uchunmi xizmat qilish uchun. Endi bu tashviqot. Bu tashviqot haqida burunmi so'zlagandim. Bo'libmi istixborotning ayrim yana bir tashviqoti bo'ladi. Biz bu yerda da'vatqinimiz istixborotning tashviqoti. Tashviqot inson psixikasidagi ba'zi qorong'u bulunglardan foydalanib qanot yaydiriladi. Blind spotlar var insonning psixikasida. Agar siz bir odamni yolg'on hikoyalar bilan qarlagan bo'lsangiz, kishilarning kallasiga bir imaj urilishidi. Satbashiri. Hech kim buning rost yolg'onligini surishtirib baqay demaydi. Omma psixologiyasi degan mana shu. Omma aşında oldu. Aylıqı Franz Le Bon degan Fransiyalik faylasufning omma psixologiyasi degan kitobida deydi-ku, omma ishida bo'lganda shaxs aqlan joriy qilinmaydi, umumiy hurraga ketilib ketadigan gap. Unda g'alq selishtirib baqay, tekshirib baqay deydigan narsa aqlga kelmaydigan ish. Mana shuningdan foydalanadi bu istixborot biladi u sirlarni insondagi. Ajindal bir yolg'on, qip-qizil yolg'on bo'lsin, bir nimani o'tirib chiqargandan keyin u kishilarda shunday bir imaj hosil qiladi. Endi buning oqisidan to'g'ri bo'lganini yuzlarcha dalil bilan o'tirib chiqarsingizmi? Kishilarda dastlab hosil bo'lgan haliqi imaj buzilmaydi. Keyingining ta'siri faqat aplashmaydi u. Yüzlerce sette.
ancha-muncha puchilib ketishi mumkin. Ba'zi aqlliqlarning kallasida. Lekin butunlay yo'qolmaydi. Chunki har kim keyingi tuzatishlarga diqqat qilgan bo'lishi notayin. Boshqisini ko'rgan odam cho'qim keyingi tuzatishni ko'rishi notayin-ku. Nazardan ketishi mumkin. Yoki vaqti chiqmay o'tib ketishi mumkin. Qanday bo'lmasa, ikkisini selishtirib bakadigan bir imkonmi bo'lmaydi bu arada. Shuning bilan u odamda to'g'ri xatoni ayirib o'ltirishga kerakmi tuymaydi bu jamoat degan. Jamoatning ahli shunday bo'ladi. Dastlabki xato ta'siroti bilan ketaverdi. Bizning ray sinashning ziynini kelgusidimi tatimiz deganimning sababi o. Texi u imag aşı kallasiga o'rnashib qolgan chet elliklardagi ta'sirat ba nurg'un chet elliklarda. Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi degan ta'sirat. Uning uchun dedim men, dal mana shu psixik holat va insonlarda dastlabda paydo bo'lgan ta'sirat keyin har qancha tuzatishlar bilan o'zgarmaydi. Bu kajliq bor insonda. Xuddi shu sababdan dushman istixboroti tarafidan planlangan tashviqotlar ana shunda tulumdan to'qmoq chiqqandekla o'tirg'i chiqaverdi, dalilga ehtiyoji yo'q. Chunki jamoatning ishida bo'lganda aql joriy bo'lmaydigan bo'lgandan keyin bu uning dalil bormi yo'qmi uni surishti qilib bakmaydi. Ashqatli kallaqachilab bir imag oluşturdi. Bir imag hosil qilishga yarasa bu istixborot tashviqoti keynidan mezi chugilib ketsimi baribir cho'ng ta'siri bo'lmaydiganligini biladi. Bo'libmi Uyg'urlarda tafakkurin vakuumlashgan xalqlarni ozdirish texmi oson bo'lib, menisiga birlik ochilaversa hargiz isloh bo'lmaydi Uyg'urlar. Buni har kuni degidek amaliyatimizda ko'rib turyapmiz. Nurg'un odamlar haqida durusi bilan dalilni oldiga to'ksingizmi, mit qilib qo'ymay asha Xitoy qilib qo'ygan asha ong bilan ketib qolganligini boshqa nurg'un misollardan har kuni ko'rib turyapmiz. Rahmat. Sizning bu gaplaringizni tushunish uchun ozroq kalla ishlatishga to'g'ri keldi ekan. Kalla ishlatishdan o'lmak oson deydiganlarga tavsiya azroq kalla ishlatib o'ylanib boqaylik. Undan keyin agar Ilhom To'xtaga Nobel mukofoti berilsa, demak, tinchlik bilan Xitoyning qo'yini qaytamiz degan bir fikr berilamdi qanda. Biz ko'tarib shunda bo'lishini aytaylik. Ilhom To'xtaga Nobel mukofoti berilsa, uning ba'zi ijobiy taraflari bo'lishi mumkin. Ya'ni u bir Uyg'ur bo'lganligi uchun Nobel mukofotining inovati tufaylidan Uyg'urlarga diqqat qilmayotgan yana bir mo'yinchi chet ellikning diqqati tortilishi mumkin. Ammo buning bilan u mustaqillik demaydiganlarningki bozori muqimlashib ketishi notayin. Yana shu vaqtda biz o'lmasak, biz taxi uning bilan tirikishimiz emasmi? Rahmat. Biz yo'limizdan yanmaymiz-ku. Hamda hammamiz bilganimizdek yaqindan Amerikaning Xitoy bilan sirkilishi yuqori palliga ko'tarilyotdi. Xalqaro vaziyatda texmi cho'ng to'qinish va urush qo'zg'alayotganligi faraz qilinmoqda. Hozirgi xalqaro vaziyat va bizning hukumatimizning o'shar turish nuqtalari ustida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Ey Allah, bu cho'ng bir yo'g'on gaplar, bizning bo'yimizni aşadigan. Shundaqdimi mening ba'zi o'xshamaydigan qarashlarim mavjud buningga burundan. Men diqqat qilyapman bu xabarlarga. Urush haqidagi farazlarga mening qarashim o'xshamaydi. Masalan, Amerika bilan Xitoy munosabatidagi jiriklashish urushga olib boradiganligiga men ishonmayman. Chunki Amerika Xitoy bilan dushmanlashishda issiq to'qinishga qadar ketishni hech o'ylab boqmadi hozirgacha. O'tmishda o'ylab boqmaganda endi texnik petin olmaydi.
bu düşmanlık görünüşleri fakatla diplomatik taraftarlıkla haltıda çeklenadi. O'rta Sharqdagi Hamas İsrail to'qinishinin etrafga chachiraydiganligiga men ishonmayman. Mushu holat xeyli uzoq davomlashadi. Go'yo G'arb dunyosi İsrailni yuylashdan zerikkandek umidvor xabarlar bo'lsa-mu, G'arbning İsrailni tashlab o'tadiganligiga men ishonmayman. Agar Hamasning tiraji so'zilib ketsa, bu urushning xarakteri ahli salib urushiga aylanib ketishi mumkin. Bu holda G'arb İsrail tarafida kirist qo'shini rolida bo'ladi. Bu holda yengilishni tan olish ularga to'liq og'ir keladi. G'ururi ziyadelanmaydigan, yengilganlik uqumi shakllantirmasdan yaymini yig'ishtiradigan bir yo'l izlanishi mumkin. Agar bu yo'lni İsrail xohlamasa, yana chegishilib qoladi bu ish. Endi Rossiya Ukraina urushining oqibatimi atrofga kengayib ketishi mumkinligi va hatto uchinchi dunyo urushiga aylanib ketishi haqidagi qiyoslarga qo'shilmayman. Quruq gaplar. Fransiya Cumhuriyeti raisi Ukraina yengilsa, Yevropaning bexatarligi tahdid ostida qoladi debdi. Bu gapning hech qanday reallikka uyg'un tarafi yo'q. Bu faqat davlat xomchutida chiqimlarning ketgan yeri uchun asarroq javob bergani bo'ladiganga xalqqa qo'rqoq selish maqsadlik deyilgan bir gap. O'zining xalqini mana shunday laplarga ishondirgandila harbiy chiqimlarni izohlash oson bo'ladi. Chunki Rossiyaning Yevropani besib olish niyati yo'q. Uni besib olib oyog'idan chiqolmaydiganligini biladi. Anda o'g'anning nima javob bor? Faqat quruq gap. Bir-biriga qo'rqoq selayotgan, pulni xajlab turgan vaqtida endi uningdan simka arig'in bo'ladi-ya, u xajlanmay jim turgan puldan arig'in olmaydi uni. U pul harakatlanish kerak. Hisobdan talog'i chiqish kerak. Anda uningdan ancha-muncha cho'ntak sog'in oldi. Uning uchun bu davlatning beshidagilar doim ashunday bir parakende gaplarni qilib xalqni qo'rqitib, bu xalqni atrofga uyushtirish uchun, o'zining atrofiga, hukumatning atrofiga uyushtirish va hukumatning siyosatini qo'llashga majbur qilish uchun doim qo'llanilgan bir qo'rqoq nimasi bor, usuli. Ya'ni qandaqdir bir dushman yaratasiz. Her zaman bir düşman buluş gerek. Düşmansiz bo'lmaydi davlatlarning ishi. Düşmansiz qalsa aqmaydi nur bu ish. Uning uchun yaratilayotgan dushmanlar bu. Ukraina urushining so'zilishi Yevropaliklarni bezor qiladi. Xuddi Fransiya dehqonlari isyon qilgandek, boshqalarimiz isyon qilishi mumkin. Eğirden artık Ukrayna'yı yük kılıp götürüveriş her kimge eğir keledi. Devlet içinde paravallık tövelleydi. Bazı türlerge selinme azıydı. Bula isyanı sebep oldu. Bu halde ya halkını Rusya tehditine devamlı işendiriş mecburiyeti oldu. Ya yardım verişini red kılıp Ukrayna'nı üzerinin beşinin çağrısını üzerine bakıp taşlaşık doğru geldi. Paravallık seviyesi tövelleyatkan Avrupa'ya Ukrayna'daki urush eg'il kelayotganning ustiga urushning kengayishi qanday mumkin? Kim xohlaydi bu urushni va nimaga erishadi? Erishiladigan bir narsa bo'lishi kerak. Yevropaliklarning tasmasini siqib ochliqqa chidash, jafoga chidash jihatda ruslardan ko'p darajada chidamasligini mo'ljallash tez emas. Ruslar qaraganda jiq oqqon Yevropaliklar. Ruslar uzoqqa bardashlik bera oladi. Yevropaliklar chidamaydi. Bu holda Yevropaliklarning kengayib ketish tasavvur qilinayotgan urushga hech mayli yo'q. Majbur qolsa Ukrainani qurbonlik qilib vesili qutuladi. Endi İsrailiya bilan Ukrainadan birini tashlab o'tishga to'g'ri kelsa, Ukraina tashlanib ketadi. İsrailiya tashlanmaydi.
Bo'layotgan bu ahvollarning hammasi Xitoy uchun foydali bo'layotdi. Yana Xitoy Arab dunyosida azaldan saxovatchi, haqqoniyatchi kimligi bilan ko'rinib kelayotgan. Arablar bek duo qilib keladi Xitoyga. Agar iymoni bo'lib ketgan bo'lsa, karomat haq bu deb menda maqtaydi emasmi? Navbatdagi vaziyatda bu qarashlar texmi muqimlik qozondigan bo'ldi. Xitoyning qonxo'rlik ko'milib, saxovatchi, qutqazg'uch mashoyix bo'lishiga foydali bo'ldi bu. Yana bir tarafda Rossiyaning urushga ketib kelishi Xitoylar uchun oltin fursatlarni sunmoqda. Bunini burun deb bo'lgan turq. Dal Xitoyning yultuzi parlayotganligini ko'rib yetgan Hindiston Xitoylar bilan oshkora dushmanlashishdan voz kechib, Xitoyga yaqinlashish, Xitoyning g'ururini paypalash yo'lini tutdi. Chunki Amerikaning kuchiga ishonch qo'yg'ili bo'lmaydigan bir vaziyatga kelindi. Qansirab ketgan bir Amerika vaziyati. Burunqi Amerika emas. Bundaq ahvolda Amerikaga ishonib Xitoy bilan issiq to'qinishga kirmak kalvilik bo'ladi. O sebepten Hindiston Xitoylar bilan yaxshi xo'p bo'lish yo'lini tanlab olgandek qiladi. Bundaq vaziyatda bizga tushidigini o'zimizga mahkam bo'lish. Ümidimizni bununla bağlab olmaslik bo'lib qoladi. Chunki hozir bekjiq narsalar taxi aniqsiz. Biz o'zimizning o'rnini to'g'ri belgilamasak, sapni tanlashda biz ittifoqdoshlar taraf turamdik yo Antanta taraf turamdik. Agar buni xato tanlasak, öldük degan gap. Onun uchun hozir bizga tushidigini o'zimizga mahkam bo'lish va oldirab tinab sapni xato tanlab qo'ymaslik. Rahmat. Pek yaxshi. Pek yaxshi fikrlarni berdingiz. Ayni chaqda siz shu Rossiya Ukraina urushi to'g'risida bir faraz qilgan vaqtingizdami? To'g'ri degan sizning deganingiz deb bo'ladi. Shu chaqda menmi bu xato deb soldimmi, qandaq deb gap qilgan yerim bor. Ammo hozirgi vaziyatni ko'ryapmiz. Haqiqatan uzun so'z oldi. Buningda xuddi shu chaqdagi medialar degandek undaq ko'rinishlar paydo bo'lmadi. Buni biz yana tafsili o'ylanib sizningki deganlaringizni yaxshi yozib qo'ysak bo'ldi ekan. Rahmat. Hamda biz ayatda shu g'ulji qirg'inchiligi to'g'riliq biz namoyish chiqmoqchi endi bu bir qirg'inchilik to'g'riliq. Hamda bu 5-yo'l g'ulji qirg'inchiligi Xitoyning ichki yuzi oshkorlangan, ayni chaqda Sharqiy Turkiston xalqining uyg'onishiga zo'r turtki bo'lgan bir tarixiy voqea. Siz buning tarixiy ahamiyati va ma'naviy qiymati ustida to'xtalib boqamsiz? 5 fevral Muşu Xitoy kommunist hükümranlıqdan keyin meydanga kelgan nəhayət büyük iki iş var. Barın inqilabı biri. Andın bu fevral qatlamı. Endi bunun ahamiyati şu yerdeki bizning nurg'un bilarmanlarimiz, ziyolilar, hatta o'zini shu millatning otasi qilib oladiganlarga qadar taki o'qimagan dehqondan tortib Xitoylarning atalmish islohot va echivitish shamoli epkagan nisbiy kengirchilikka qarab ko'zi to'lishib qolgan bizning xalq. Xitoydan umid kutadigan holat shakllanishga boshlagan. Mush Xitoyda yetishmab bo'lsa, shu bo'ladi ekan, juma shuning bilan yashagan bo'ladi ekan deydigan yagiga odamlar aytib nurg'un. Hatto biz nasihat qilgan cho'nglarimizni bilamiz. Deng Xiaopingning umriga duo qilgan diniy sohadagi cho'nglarimizni bilamiz
ve bunçilik erkinlik hali yadi yok, nemi qiysak qılalayvatqan degen ziyali çoğlarımızdan bilimiz. Bu devir Xitaylarga aldangan bu xalq. Xitaylardan ümit kutadigan bo'lib qolgan. Chunki diniy maktablarni qo'yib etilgan bir zamonlar. Uyg'urlar hali ishini qilayotgan. Nurg'un kitoblarimiz nashr qilindi, masalan, bizning azaldan cheklanib nashr qilg'ini bo'lmaydigan tarixiy kitoblarimiz ajdodlarimizdan kelayotgan ma'naviy boyliqlarimizning hammasi o'tirib to'kilgan bir vaziyat. Bundaq bir vaziyatda Xitoylarning bu qirg'inchilikni olib berishi bizning xalqimizga bir dars bo'ldi. Nayta zururti bu ders. Qinimiz badaliga bu darslik yozildi tarixga. Xitoy bilan birlikda yashag'ini bo'lmaydiganligidan iborat bir haqiqat. Xitoylar bilan kelishib biz davlatda, biz mahallada yashag'ini bo'lmaydigan xuddi bir yirtqich bilan bir qo'y, bir qutanga bo'lmagandeklan bir haqiqatni isbot qildi. Qinimiz badaliga. Onun için bunun ahamiyeti acayip çoğun. Şunisi ben onun cereyanını anca bilmeymen çünkü ben 96 yılı chet elga chiqqan peti. Bu voqea bo'lganda biz İstanbul'daydik ve tarixda o vaqtdek qaynagan emas bu namoyishlar, faoliyatlar. Biz hatta İstanbul'da Xitoy konsulluğunun aldığındaki narazılıklarımızdan taşkırı avtobuslarını kiralab Ankara'ya verip baş elçixana aldığımı namoyish qilib kelgan ishlar bo'lgan. İyanı toplaş olab nurg'un odamlar hayajonida qizlarining bileklerideki, kulaklardaki altın zibizimnetini tashlagan. Binasını berimen deyen birisi hatta. O nelik gitti, onu Allah biladi da o toplangan nimeler. Ama bu derecede xalqda hayajonga keltirgan. Türkiye matbuatlari ada to'shaplik etgan shu ish bilan. Demek bunun tariximizdeki o'rni ashunda. Bizga bir haqiqatni endi biz deganimda men bilaman desammi bizning asosli xalqimiz 98% xalq andan nadan avvalda bo'lgan ekan azroq layliqi eshakning yonboshiga aptop tushsa qo'lingni sitlaydigan bir xalq emasmi biz? Ashunchalik aptopni gololab qoladigan bir xalq biz. Aq ko'ngilligimiz u darajada. Biz nimadan gumonlanayli demaydigan bir xalq biz. Bu bugungi kunimizningki sababimi asli shu-ku. Anda olgandan keyin bu Xitoylardan umid kutib qolgan bu xalqqa bu darsning berilishi endi qurbonlarimizni hisobga olmaganda bek yaxshi bo'lgan bir dars bu. Zaten bunda bir qimmatga ega narsalar qurbon bermaymi qo'lga kelmaydi. Bu hayotning haqiqati. Buni hammalar bilsin. Har qanday qimmatli narsani qo'lga keltirish uchun bir narsani qurbon berish kerak. Bizga mana shunday qimmatga to'xtagan bir dars bu. Onun için bunu unutmasligimiz kerak. Nəhayət əfsuski belki ben xəbərsiz qalğan buluşum mümkün. Bu hadisənin baş axırı başlanışıdan axırlıqca təfsilatı bir tarix qılıb yazılış gerekti. Ben hem vatanda bo'lmadim o zamanda hem men tarixchi olmagandiki içim açık oldu. Men bazı adamlarga dedim shuni. Ya sen toplagan
Muşaqtiki uçurlarni mana evatib men yozib qo'yay yoki o'zing bir narsa qilib qo'y, unutilib ketmasin deb. Buni qildimi, qilmadimi bilmadim. Bizda o'sha bir illat. Bu qadar yo'g'on ishlarnimi tafsili yozib qo'ymaymiz. Bo'lmasa ishning beshi bo'lsa shoir to'kiladigan bir xalq biz. Dingangni, ammo ahamiyatli kishi men necha shoirg'imi degan temaliq yapti qilibchi, ma to'rildamış. Ürümçi qatliamini yezib qo'ymasan, qag'an, qiygan ishlaringning hammasi nol. O'sha davrda yashab turib, o'sha haqda gap qilmay, boshqa ningan qiyganlaring nol deganni men nechisiga furatgan temaliq to'rlar uchiq vaqtida. O nima ningan o ya? Ya shu chaqda Urumchida yashayotganlar bor deb bo'lmasa. Bir sürü shoir, yozuvchi va xuddi shunga o'xshash bu voqeani endi mayada bir murojaatimiz bo'lib qolsin. Bu voqeani unutilib qolishga bo'ladigan turdan emas. Bu komünist mustamlikasi tarixidagi ikki cho'ng ishning birisi bu. Büyük bir ish bu. Bu unutilib qolsa la'nat hammaylanga. Bunu çokum bazı şunun şaraiti yar vergen, şu işleri yakırrak yaşagan kişiler çokum yazıp koyuş gerek. Rahmet. Siz nayt yaxshi ders verdiniz. Bu G'ulji vaqasi to'g'riliq bildiganlar hozir G'ulom Osmon efendim degandek, mush to'g'risida uchiga egilar xotirlab yozib bizga uvassanglar bo'ldi. Sürgün hükümet, Uçur ve Aloqa Ministerligi bu narsalarni redlab arxiv qilib saqlaydi. Xuddi G'ulom Osmon efendim ta'kidlagandek, biz arxiv qilib saqlamasak, bizning tariximizni kim saqlaydi? Kim biz uchun so'zlaydi? G'ulom Osmon efendim sizga ko'p rahmat, bugun sizdan jiq dars oldik. Rahmat. Shunda razı olsun. Ta'lim tarbiya berib turishingizni, texnik ko'p fikrlar bilan ta'minlashingizni umid qilamiz. Hamda biz Şu mustaqillik deb yo'lga chiqdik. Mustaqillikka albatta pul kerak. Biz hukumat bo'lish sifatimiz bilan hamda xizmatni biz qilaylik, yana-da iyonani aymanglar. Bu yo'l uzun yo'l. Rahmat hammanglarga. Bugungi mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mustaqillik yo'ldan menga yonmaymiz. Har bir ishni aql bilan o'ylaylik, aql ishlatishdan faqat zerikib qolmaylik. Xayr xo'sh. Hayır hoş, hemmanlarga Allah'a emanet. Kelar qatimliq programmamiz torda e'lon bo'ldi. Rahmat.